O'g'allarim hammaga assalomu alaykum. Mana shu bola qo'yarda qo'ymadi-da, video qilib bering deb YouTube расширение bo'yicha hozir video darslik qilib beraman. O'zi qiyin joyi yo'q. Endi bir marta ko'rsatib bermasam baribir tushunmasanglar kerak. Xo'p, video расширение ishlashi uchun o'g'allar bizga kalit kerak bo'ladi. Kalitlarni qanday olamiz? Misol uchun, любой bironta akkauntimizga kiramiz. Mana bu saytga mana Google ko'rdinglarmi? cloudgoogle.com ga kirasizlarda va mana shu yerga kirganinglardan keyin mana bu yerga bosib turib, yangi new project deb project ochasizlar. Yangi project ochiladi va mana shu ochgan projektlarni tanlaysizlar. Keyin mana bu yerda ko'rdinglarmi? Chap tomonda knopka bor. Mana shunga bosasizlarda API ga o'tasizlar. Mana bu yerda API ga borsanglar 5-6 ta mana yo'nalish chiqadi. Mana shuni birinchisiga bosamiz. Enabled API service deganga. Mana shu yerga bosamiz va mana bu stash joyida YouTube data deb yozamiz. Qaranglar. YouTube data deb yozsanglar, o'zi mana bu yerda chiqib keladi mana. YouTube data API v3 ko'rdinglar mana. YouTube data API v3. Mana shuni tanlaymizda va mana shuni yoqib qo'yamiz. Mana bu yerda o'chiq bo'ladi sizlarda. Mana shuni yoqamiz xullas. Mana bu yerda enabled degan tugma bo'ladi. Bitta bosasizlar, kutib turasizlar va sizlarda yonadi shu narsa. Shu narsa yongandan keyin mana bu yerga mana credential turibdi. Mana shu credentialga bosamizda va mana bu yerda biz endi kalit ochishimiz kerak. APK mana qaranglar. Mana credentialga bosamiz, APK ga bosamiz. Mana bu APK ga bosamizda mana bu yerga nom bersak bo'ladi. Eshitma demasdan mana bu create tugmasini bossak ham bo'ladi mana. Creating tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga kalit beradi bu hozir va mana shu kalitni hozir copy qilib biz ishlatishimiz mumkin. Mana bu kalitni berdi. Ko'rdinglarmi? Mana shu kalitni copy qilamanda va ishlatishim mumkin. Men hozir mana bu ilovamizdan mana bu kalitlarni tozalab yuboraydi. Xo'p, mana biz kalitni copy qilib olamiz. Qaranglar. Endi men bergan ilovani o'rnatamiz. O'rnatganimizdan keyin mana bu yerga mana kalitni qo'y deyapti. Mana bu yerga kalitni qo'yamiz va continue ni bosamiz. Mana kalitni qo'ydik. Bitta kalitimiz aktivni deyapti. Pastga tushganinglarda mana bu yerda eng muhim sozlamalar bor o'g'alar. Bu agarda bu расширениeni to'g'ri ishlatadigan bo'lsanglar, bu juda ham aslida qulay, chunki men bu youtuberlarga ko'rsatdim. Youtuberlar ham maza qilib yubordi. Вообще zo'r ekan. Bizga manaqaga foydalanishga ber, u yoq bu yoq dedi, lekin hali hech kimga berganim yo'q. Hozir qo'yilgan bo'lsa, faqat silkasini jamoamga berganman. Hali hech kim bilan bo'lishganim yo'q. Sizlar birinchilardan bo'lib ishlatasizlar. Xullas mana bu filtrda birinchisi nechta obunachisi bor deyapti. Misol uchun biz yangi boshlashimiz uchun, ya'ni nisha istashimiz uchun bizga diqqat qilinglar, bizga 50 mingdan kam obunachisi bo'lishi kerak. 50 mingdan kam obunachisi bo'lishi kerak. 30 ta videosi bo'lishi kerak kanalda, maksimum 30 ta videosi va videolarning oxirgi oydagi prosmotrlari 2000 dan yuqori bo'lishi kerak. Mana shu sozlama turadi. Mana qaranglar. Boringlarni 49 mingta obunachisi bo'lsin va 200 mingta, ya'ni nimasi bo'lsin, virusni videosi bo'lsin va oxirgi 30 kun ichida mana bu yerda period tanlayapman, oxirgi 30 kun tanlayapman. Endi mana bu yerga qaysi davlatlarni chiqarib yuborish kerak degan narsani qo'yganman. Men asosan qanday istayman? Men Amerikalarni chiqarib yuboraman. Amerika tilida gaplashadiganlarni chiqarib yuboraman, chunki mana shu tilda gaplashadiganlar juda ham ko'p konkurensiya bo'ladi va qolgan tillarni olib qolaman. Mana shularni tanladim, chiqarib yubordim. Endi bu yerda qaysi tillarni istay deyapti. Mana bu hammasini bosadigan bo'lsanglar, hamma til tanlanadi. Shu Amerika tilidan boshqa hammasidan mana tanladik. Endi bu yerda nishalar, masalan, qaysi tilni qilmoq. Masalan, men dokumentalka bilan faktni qilmoqchiman. Ya'ni faktlar bilan haligi nima deydi? Dokumentalni, xullas haligi bir qanday tushuntirsam ekan endi. Hikoyalar, haligi nima deydi? Anaqalarni kelmayapti-da. O'g'irliklarni, boshqalarni fosh etadiganlar bor-ku. Mana shunaqa tarixlarni oldim, mana uchalasini oldim. Endi men aytayapman, короче, mana istashni bosaman, mana начать poistni bosaman va bu o'zi aslida juda ham mana kalit yeyishni boshladi. Mana qaranglar. Kalit ochamiz-ku biz. Kalit ochganimizda bizga mana bu kalitni ochganimizda bizga 10 mingta bekorga nima beradi? 10 mingta limit beradi YouTube. Shu 10 mingta limitni masalan 24 soatda biz vaqt bilan taxminan 10-11 da har kuni nima zbros bo'lib ketadi. Ya'ni har kuni yangilanadi, 10 mingta beradi va bu bitta post qilganda, misol uchun men kanal topishim uchun bitta post qilganimda 10 mingta yetmasligi mumkin. Ana shuning uchun nima qilasizlar? Qaranglar. Mana bu yerga bosasizlarda, mana bu yerga bosib turib,
yana bitta create project qilasizlar. Bitta akkauntda Google akkauntingizga 5 tadan proyekt ochsanglar bo'ladi va har bir proyekt uchun bitta APK ishlaydi. Mana bunda bitta APK ochdimmi, yangi proyektga o'tamanda yana bitta APK ochaman. Yangi proyekt ochaman, yana bitta APK ochaman. Shunday qilib men 20 ta 30 ta APK to'plab olganmanda mana shu APIlardan xullas foydalanaman. Shaxsan men. Ana shunda men где-то bitta izlaganimda taxminan 50 ta 60 ta kanal topaman va ana shu kanallarning ichidan mana shu расширение orqali где-то 60% yaxshi chiqyapti. 60% nisha yaxshi chiqyapti va 60% nishani analiz qilib o'rganish jarayonimdan где-то 10-15 tasi nima deydi, pichoqqa sop bo'ladigan bo'lyapti. Ya'ni men qila oladiganim bo'lyapti. Shunaqa buni agar qo'lda istasanglar bunaqa kriteriya bilan, mana bu filtrlar bilan juda ham qiynalib ketasizlar-da topgani. Misol uchun kanallarda agar 59 ming ta obunachisi bo'lsa, 200 ming ta videosini topish uchun qiynalib ketasizlar. Chunki mana bu yerga kirib turib nima deb yozish kerak? Misol uchun men bilmayman, men faqat yozishim mumkin bo'lgan narsa tam mana bunaqa dokumentalka desam, YouTube menga chiqarib bergan narsani yoza olaman xolosda. Bu yerda endi mana bularning ichiga kirib istab chiqishim kerak mana. Mana bularning ichiga kirib istab chiqishim kerak mana shuni. Mana videosiga o'tib mana bu videosiga o'tsam mana 30 ta mana shunaqa 30 ta bo'lish kerak. Mana obunachisi past, mana populyarnisiga o'tishim kerak va bu menga to'g'ri kelmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Eng ko'p ko'rilgani 83 ming ta ko'rilgan 1 yil oldin. Menga 1 oy oldin bo'lish kerak. Va bu kanal menga to'g'ri kelmaydi. Men chiqib ketaman. Mana shunday qilib bitta-bitta kirib istab chiqishim kerak. Men mana shunday qilib istab chiqdim ham. O'zi bu расширениyani dasturlashimdan sabab ham shu bo'lgan. Chunki menga shu kuratorim, YouTube bo'yicha kuratorim menga vazifa berdi. Shu qanaqa kanallarni analiz qilib chiqing, topib chiqing dedi. 2 kun sarfladim topib chiqqan va taxminan 9 ta kanal topdim. 2 kun vaqtim ketdi. Keyin mana bu расширенияni ishlab chiqdim. Mana shu расширенияni ishlab chiqqandan keyin kanal topishim juda ham tez bo'ldi. Keyingi 3 soat ichida 20 ta kanal topib tashladim va 20 ta kanaldan ikkitasini biz kurator bilan tanlab oldik. Mana bizga topilgan kanallar, qaranglar, kanal topilgandan keyin mana bu yerda stop bo'lgandan keyin mana bunga bosasizlar. Mana открытие rezultatiga bossanglar, mana bu yerda mana o'sha topilgan kanallarimiz hammasi mana. Qaranglar, endi mana kanalni ochib ko'rsak bo'ladi. Mana bizga berayotgan nimalari. 5 kun oldin qo'yilgan mana 355 ming ta, obunachisi kam 25 ta video ko'ryapsizlar. Filtrimizga tushdimi? Tushdi. Mana shunday qilib ochib o'zingizlarga anaqa topsanglar bo'ladi. Nima deydi? Tilla topsanglar bo'ladi. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi o'g'alar. Google mana bu Console Cloudga kiramiz Google'ga. Mana shu akkauntimizdan ro'yxatdan o'tamiz va mana bu yerda kirganingizda mana bu yerda new project qilasizlarda va shu nomini yozasizlar, create qilasizlar, bo'ldi. Create qilganingizdan keyin asosiy sizlarning qiladigan ishinglar mana bu yerga borasizlar. Enable API service qilasizlarda YouTube datani yozib, mana bu YouTube data V3 ni yozasizlarda mana shuni enable qilib qo'yasizlar. Mana bu yerda bitta tugma bo'ladi, enable qilasizlar. Keyin orqaga qaytasizlarda yana mana shu API ga bishgan olib borib, mana credentialda API olib olasizlar. API mana bo'ldi. Shu API ni keyin mana shu ilovani mana bu yerga tashlaysizlar. Keyingi API lar bo'lsa, bunday probelni bosib turib, yangi qatordan yana yangi API larni tashlaverasizlar mana. Mana shunday qilib toplaydi kulishdi va pastga tushsanglar limiti o'zi oshaveradi. Mana bu yerda o'zi limiti oshaveradi. Hozir bitta kalit bo'lgani uchun bu meni uka aldama deyapti. Sen boshqa kalit ber deyapti. Xullas shu o'g'alar, men hozir bu kalitni o'chirib yuboraman. Sizlarda ishlatishinglar mumkin. Bu расширение bekoriga hozir buni optimizatsiya qilyapman va sizlarga promokod beraman. Sizlar promokod bilan kirasizlar, sizlarga bekoriga bo'ladi. SNG uchun buni taxminan $5 oylik to'lov asosida sotmoqchimiz. O'g'alarim, hammaga alividerchi deyman. Sog' salomat bo'linglar. Savollar bo'lsa jamoada bersanglar bo'ladi.